Xo'p, assalomu alaykum qadrdonlar. Bizga yana Andijon viloyatidan ismingiz Zafarjon akamiz kelibdilar. Nechinchi yilsiz? 86. Akamizni boribman. Oho, mendan ancha kichkina ekanlar. Xo'p, holatni ko'rib turibsizlar. Hassada bel og'riyapti. Qaysi oyoqqa beryapti? O'ng tomonga beryapti. O'tirib tura olmaysiz. Zo'rg'a arang. Qani bir 3 metr yurib beringchi. Shu a? Bo'ldi, xudo xolasa muolajani qilamiz. Hozirgi ayolni eshitdingizmi baqillashini? O'tga kelganda sabr qiladi. Bitta udor oldi-da. Mayda? Demak, voy. Demak, 51-52 da bor ekan. Mana qadrdonlar, hozir hassada kelgan bemorimiz mana 70-80% yengillik bor. Qaytinchi baqa? Og'riqlanchi qo'yib yubordimi? Qo'yib. Hali endi o'tirib tura olasizmi desam, yo'q dedingiz-a. Bitta o'tirib turingchi. Mashalloh. Yashavoring. Yaxshimi? Yaxshi. Kiyinishga arzir ekanmi? Og'riqlar yo'q. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Endi hassangizni men olib qolaman. Xo'p, siz juda ham qo'l bola qilgan ekansiz. Salomat bo'ling. Yaxshi boring.